bugun sizlar bilan Munisa Rizayevaning Okya klipidagi obrazlarini obzor qilamiz. Qani ketdik. Aslimni olib qarasak, Munisa Rizayevani tipajini, xarakterini, jenstvenligini, derskiligini, fizический данныйlarini общий hisobga olganda Beyonce va Lady Gagaga o'xshatishimiz mumkin. Bundan kelib chiqyaptiki, ularga derskiy, tor, jenstvenniy, yelkasi katta va beli обязательно подчеркнутый futuristik obrazlar yarashadi. Lekin Okya klipidagi barcha obrazlar ularni na xarakteriga, na yoshlariga, na fizический данныйлariga to'g'ri keladigan obrazda tanlangan. Birinchi obrazlarga keladigan bo'lsak, bu Chanel 90-yildagi ko'ynigidan ilhomlanganligi sразу bilinib turibdi. Va ko'ynakning uzunligi qanchalik kafeda klip olishga to'g'ri keladi deb o'ylaysiz? Menimcha bu obrazni повседневныйлashtirib, ko'ynakni kaltalatib va bo'yinlarini ochish kerak edi. Chunki bo'yinlari yopiqligi sabab bo'ylari juda ham kalta bo'lib qolgan va bu parik bilan bu rukavalar juda ham obrazni og'irlashtirgan. Parikni o'rniga shlyapalar bilan, massivniy zireylar bilan doполнять qilishni tavsiya qilgan bo'lardim. Ikkinchi obrazda esa Barbie core stilidagi obraz. Munisa Pani figuralari juda ham ishli, juda ham jenstvenniy va bunaqa figuraga yosh bolalarning kiyimi yarashmaydi. Bu pijakni va aynan xuddi shu plisrovni yubkani biz o'tgan yili barcha bozorlarda ko'rdik. Mana bunday siluetlarda tavsiya qilgan bo'lardim. Aynan futuristik, ostroy ugli, pritalinniy siluet. Uchinchi obrazlarga keladigan bo'lsak, bu o'zbekcha sallali obraz. Bo'yinlarini sal ochish kerak. Ko'p naqsh, taqinchoqlar odamni qarq ko'rsatadi. Obrazdagi og'irlikni oqlashash uchun naqshsiz, bo'yinni ochib, kamroq taqinchoq taqib, lyoqki obraz qilgan bo'lardim. Shundagina ular yoshroq ko'rinardi va zamonaviy ko'rinardi. Ularga ko'proq bo'ynini ochib, katta gulli naqshli kiyimlar ko'proq yarashadi. Keyingi obraz bu sportivniy futbolka bilan lakirованные сапоги. Bu klipdagi eng yomon obraz deya olaman. Это Munisa Rizayeva emas. Munisa Rizayevani pishniy, jozibali figuralariga qanchalik детский, милый kiyimlar kiydirsak, shunchalik vulgarniy va poshlo ko'rinib qoladi. Shunga милая маленькая девочка obrazini olib tashlab, jenstvenniy va derskiy kiyimni tavsiya qilgan bo'lardim. Sizlar nima deb o'ylaysizlar? Bu klipdagi eng yomon ko'rgan obrazlar qaysi? Sportshik stili juda ham to'g'ri kelgan bo'lardi. Aynan mana shu siluetda tavsiya qilgan bo'lardim. Keyingi obraz esa bu juda ham oversize, hamma joyida naqshlar, yozuvlar, pisochniy chizsi figuraga oversize yarashmaydi. Oxirgi obrazlarning o'rniga примерно mana shunday obraz qilgan bo'lardim. Bu obrazlarda maskulinniy derskiy xarakter ham bor, jenstvenniy ham bor, futurizm ham bor. Yana qaysi yulduzlarning obrazlarini razbor qilishni xohlaysiz? Kommentariyalarda yozib qoldiring. Всем пока!